Qaysizlar? Qoch, mashina kelyapti. Olmaganda aka. Charchamayapsizmi? Tanjoningiz sog' bo'lsin. Qadrdonlar. Aka mashinaga tushirib qo'yamiz. Tanjonlar sog' bo'lsin, tanjonlar sog' bo'lsin. Qadrdonlar, Xudo xolasa mana Mehr ko'zda kanalini nashr davomlasizlar, sog'misizlar, salomatmisizlar. Mehr ko'zda o'zi bandligi uchun men video qilib turibman, Xudo xolasa. Ana oy ko'rsataman sizlarga. Ustam akamiz band. Shuning uchun men video qilib turibman. Yaxshi olib keldilarmi? Rahmat, Xudoga chiqarib kelyapti. O'sha yerdan olaveramiz aka. Qo'lada xudo xolasa sheramiz shu bilan. Bitta ham bor ekan. Sen nariga kirib qochib bo'lgan. Murodjon band ekan. Zo'r bo'pti lekin. Yetib qoladi shu aka, Sherali aka? Xudo xolasa. O'zimizdagi bor materiallardan eplab-seplab chiqartirib kelindida. Pul yetdimi? Pul ortidan qoldi. Zo'r bo'pti. Zo'r bo'pti. Qani? Obunachilar, Rustam akam ko'rsatib bersizlarga. Ishni yoryapti Rustam akam mana. Tanjoni sog' bo'lsin, devor urilib qolsin deb mana Rustam akam gazini bosyapti. Olmay, mana shu akamizdan hasharga chiqqan mana. Tanjonlar sog' bo'lsin. Devor uryapti. Mehr ko'zda kanaliga o'zim video qilib yuribman aka. Mehr ko'zda kanaliga. Kanalmi? Assalomu alaykum. Sizlar obunachilar charchab qolmaysizlar. Devorimizni boshlab oldik endi. Ilohim, tanjonlar sog' bo'lsin. Semovdi bugun kelibdi yaxshi. Blok haqida gapirib o'ting o'zingiz. Blok mana tumba haqida. Ha. Tumba hozirgi kunda yo'q ekan. Yo'qligi sababli biz yana ham mustahkam bo'lyapti. Tumba degani bo'lmoqchi bo'ladi o'rtasida. Bittasi. Endi tumba lekin mana kolonnachalik ushlamaydi. Ha. Biz orasini mana 20 sant, 25 sant ochib ketyapmiz-da. Yana uni orasiga mana armatura tashlab turib kolonna beton quyib qo'yamiz. Mustafa armaturamiz ham bor edi kakras. Ha. Yetmasa olib kelamiz. Очень красиво это лакоблогия. Спасибо, давайте. Doğrusu necha qator urib qo'yibsiz? 5 qator. Yana qancha uriladi? Yana 5 qator uramiz. 10 qator bo'ladi. Baland bo'lar ekanda. Uni necha qator? Ro'parada? Qo'shniki? 1 2 3 4 5 6 9 qator ekan. 9. 9 ursak ham bo'laveradi. Ha, 9 ta uringlar, masalan. Qanda tualet o'palatda ortgan qishga bir qatorga. Ha. To'g'rimi? Nima deysizlar, obunachilar sizlar? Video qilolmadi yettamanda kelib. Ish ko'rsatib olaylik. Ish ko'rsatib video qilmasak, Lovingiz bilan qulog'ingiz nima pushta o'palyapti? yana shunaqa qilib keldingiz. Shunaqa bo'lib qolib shekilli o'zi. Qamoqdadir-da. Tepasiga yedirib yuboring. Pastda ko'p bo'lib ketibdi. Botex. Gap yo'q mana. Ustakalarimiz ishni qattiq olishyapti. Olmanglar endi. Mehr ko'zda kanali. Patron aka, charchab qolmayapsizmi? Ha, shekilli. O'simda bo'lyapti. Ha, jiringlaversin. Jiringlaversin ma. Gap yo'q mana. Akalarimiz Alloh rozi bo'lsin. Patron aka cho'tki joylashib qo'yibdimi? Dorvozda o'zi. Dorvoz bo'lganmi? Yo'q, qo'shinda oldi. Ha, yo'q. Sherali aka nima gaplar endi? Charchab qolmayapsizlarmi? Alloh kuch-quvvat bersin. Hozir yana nechta olamiz, Xudo xolasa. Ketyapti. Ikkita olyapti. Mana qo'shni akamiz olib kelib bergandan o'zi aytib qo'ying. Ha, bitta olib chiqib berdi. Hozir mana oyman nimaga naviska ishlatamiz buni. Xudo xolasa. Mana to'g'ri tasagana. Ayvonmisa, ayvon bo'lyapti. Bu Rustam aka siz ishni qilavering, men narigi Rustam akani suhbatini olib turaman. Adashmi? Ha, ikkita Rustam aka, ikkita Xotin aka bo'lib qoldi bu yerda. Ajoyib bo'lyapti. Rustam aka desa ham 2 kishi qoldi deyapti. Adash bo'lmasa meni o'rnimga siz obunachilar kayfiyatini ko'tarib qo'yingsiz. Obunachilar kayfiyatini ko'tarib qo'yamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringga ilohim. Mehr ko'zda kanaliga Alloh omadini bersin. Rustamjonlarni Adash akamizga, ukamizdan ishlarini rivojini bersin. O'ylagan niyatlarga yetsin. Allohim bittadan like bosib qo'yasizlar hurmatli obunachilar. Mana ishlarimiz juda chiroyli. Tez fursatlarda barakali bo'lyapti inshaalloh. Xotin Obunachilar menga ham o'tib qo'yinglar. inshaalloh. Mana shu ukamiz boshchiligida
bir 10 ta odamga bir kishi bir nima deganda, inshaalloh mana ko'pi ketib ozi qoldi, hurmatli obunachilar. Finish yaqin, xudo xolasa. Xudo xolasa. Inshaalloh. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Aziz aka nima gap? Bundan oldingi proyektimda ham Aziz aka bor edi. Bu proyektda ham Aziz aka. Keyingi proyektlarda ham bo'ladi, xudo xolasa. Topamiz bitta. Aziz aka topib olish muammo bo'lsa. Azizlar hammasi yaxshi. Keyla. Yaxshi, keldingiz. Bu bo'rboyvachcha mana. Hatamtoy akam shogirdi bu. Shogirdi bu. Charchab olmayapsizmi aka? Aytyapman, ikkita Rustamjon, ikkita Xotantoy bo'lib qoldi proyektda deyapman. Buni o'rni boshqa. Bu lashni bosib tursa, Xudo xolasa. Archiq qo'yish kerak ekan, qurt bosib ketar ekan qadrdonlar. O'shaning uchun archilyapti. Oldin tera ochmaganmiz mabodo, yaxshi ketyapsiz-da. Ochganmiz? Aka biz mana shuni olib turing-da. Biz yoshligimizda aka buvam bo'lardi, buvam aytardi. Hozirgadir aytadilar, buva pul yo'qda, puldan beringsan, bor tera ochdi deydilar-da. Hozirgadir aytadilar. Nima qilish kerak? salbaqa buraylik. Qancha pul? Ona biza baqa ol. Qo'qilay ekani bu tushab turaman. Tushab turasizmi? Acha dirachga ham borardik. Diray butaga ham borardik. Nima qilib? Paxta bozoriga. Paxta bozorda endi qiyinchilikda katta bo'lgan bolalarimizda sovuq choy sotganmiz paxta bozorda. Paxta bozorda sovuq choy sotganmiz. Buni stakanchalarga qilib qatirlarni sotganmiz. Paxta bozorning oldida zo'g'ir bo'lardi. Ko'p joyda zakang deydi, bizda zakang deydi, sizlarda zo'g'ir deydi, anjoylarda. Shu zo'g'irga sovuqchi setkada sovuq choylarni qilib, bir litr bankalarga qo'yib, muzlatib, keyin paxta bozoriga sotib chiqardik. O'sha paytda bitta banka sovuq choy 500 so'm edi. Ashnalar qilingan. Bunyodga so'rashmabmiz-ku. Malades. Bu bola zo'r bo'ladi. Faqat bitta aybi bor. Dadasini boshqa o'g'li ham bor, chaqada. Qolgan hammasi yaxshi? Yo'q. Ha? Bitta qizi yo'q. Bitta o'g'li bor, ha? Shunaqa gaplar. Shuning uchun Rustam aka ham ishdan qo'ymayapti. Shuning uchun bugun men Toybola kanaliga ham men o'zim o'tib olaman. Nima? Toybola kanaliga ham o'zim, qadrdonlar, Xotantoy kanaliga ham o'zim, Mehr ko'zdagi ham o'zim bugun. Yo'q, Abuliyotjon zo'r bo'ladi bu. Gap yo'q. Malades. Zo'r shilib berganda. Oyoq bilan qo'lga ehtiyot bo'ling-a, ama. Gap yo'q. Rustam aka mana ishni olyapti. Xudo xolasa. Bugun tugatib yuborasizmi Rustam aka? Tugatib yuborasizmi bugun? Akam yonimizda bo'lib tursa-da. Hakam kechgacha o'sha yerdan men deyaptilar, xudo xolasa. Yo'q? Ayloyim, kuch-quvvat bersin Alloh o'zi. Charchamaydi bu bola aka? Ha, bu bola charchamaydi. Bo'p qoldimi ustagalar? Ha, xudo xolasa, oxirgi ikkitasi qoldi. Keyin bunaqa qoqamizmi vassa? Gap yo'q. Kuzatinglar, obunachilar, qo'llab-quvvatlab, like bosib, turinglar, xudo xolasa zo'r qo'shiqlar qo'yib beraman sizlarga. Ana ishlar keldi. Rustam olyapti mana. Hali o'lyapti obunachilar. Devoramiz. Go'zal chiqyapti. Qo'pam qo'ygan bilan qattiq olyapti. Sizlarga ko'rsatib qo'ymasak bo'lmaydi har zamon. Ilinib-a? So'kishadi videoga, anaqa qilmasak. Sizdan video kam chiqib qolsa so'kanmidingizmi turib? Ha, bugun bir 10 qator bo'lar ekanda, ha? 10 qator. Ha, 10 qator bo'lsa, mana shu yerda bo'lib qoladi. Keyin yog'iga ham bitta qo'ysak.
Sement rastvorda bo'lyapti. Bo'yli qilasan ya, ana bo'yli bo'ladi. Ya undan pastroq bo'lsam bo'laveradi. 10 qator. 10 ta. Bu 9 ta. Undan bitta bala to'la ekan. Endi bo'lganda bo'lib qolsin. Ha. Mana o starapillarni urishyapti. Xudo xolasa ko'rinib, juda chiroyli bo'lib qoldi. Do'stlar mana javlon oliryapti. Jamshid yo'q. Yirik bo'lib qoldi. Jamshid kasal bo'lib qoldi. Kasal bo'lib qoldi. Hali kuni tellab tushiruvdi. Bilovdi. Mingta tushirdimi? Tushirdi. Pishib Bu yerda nima boshlanib qolsa, to'sin terilib. Strapil. Endi loy bosib bo'ladi. Ustarasdan. Loy bostiga kelasizlar bu mashina. Hasharga uzoqlardan kelishmayapti. Andijondan. Kelishadi xudo xolasa. 4 obunachilar telefon qiluvdi. Andijonliklar ko'rib turgan bo'lsa meni ehsonimiz bor, olib keting dedi. Men to'g'risi bu yerga ko'rgan bo'lsanglar 4 kun bo'ldim kelganimga. 4 kun burun kechasi yo'lga chiqib o'rganman, saharlikdan, sal oldin. Endi u payt sizlar telefon qilib bezovta qila olmadim. Bugun ketib, ertalab, kech payt ketib, ertalab men qaytaman, Andijonga borib kelaman. Mabodo ehsoninglar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Shu Andijondan boshlab Asaka bilan kelganda mana quva, ha? Yo'lda quva bo'ladimi hozir? Quva bo'ladi. Ko'pchilik telefon qiluvdi Andijondan. Bitta hoji tog'am qiluvdi, bitta opam qiluvdi. Bitta hojixona qiluvdi. Bitta aka qiluvdi. Ko'pchilik qiluvdi. Kartamiz yo'q, olib keting dedi. Men endi u paytda olib keta olmadim. Nima bo'yapti? Uy bola. Telefon bo'lyapti. Nima ish qilyapsiz onda? Ha, videochi. Alo. Alaykum assalom. Aliyo bo'lyapti. Vasalar qoqilyapti obunachilar. Ha? Va! To'sinlar qaranglar, to'sinlar. Baquvvat, zabardastligi. Qancha tushirasizlar uni? Biroz malaka, biroz malaka. Sizlarga vloga? Bugun endi tushirgan jamshid yo'q. Bugun shularga vlog tushirdik, yopib qoldi o'sha. Jamshid tonini kim bosadi endi? Alo. Jamshid o'g'ilsa Xotanjon tushiradi-da? Ha, o'zimmas billalash. O'zi tushiraversin. Billalash tushiramiz xudo xolasa. Bizga ham oz qolyapman obunachilar. Bu ya 5 qator, ya 4 qator o. Buguncha lohos o'lyapmiz. Lohosgarchilik o'lyapti-yu. Lohos. Lohosni bilasizmi? Issiq bahor havosi bo'lyapti. Magnitli. O bodomlar ham gullayapti, obunachilar. Bir xil. Bu bola ham hasharga chiqqan mana. Mashidami 100? 100 mashidami? Uch ko'prik? Qayerda 3 ko'prik? Bag'dodda 3 ko'prik-a. Cho'qaloq tumani. Ha. Qo'qon shahri Qo'qon tomoni. 3 ko'prikdan. Ha. Said Ahmad ismi. 3 ko'prikdan Said Ahmad, Marg'ilondan
Otamjon aka. Bog'doddan Sherali akam. Marg'ilondan Asqar Ali. Andijondan men. Ma'lum emas, obunachilar o'zlari ehtiyot qilinglar. Endi kechki videolarda gaplashamiz sizlar bilan. Mas devorni urib endi kechki videoda. Bilmasa qilib. Men bloger. Ke? Kelinchimlar aka? Bloger deyapsiz. O'rganyapti. Instagramingiz bormi? Aytingchi nomini. Video qo'yasizmi o'zi? Ya o'zingiz halinaqa Ya, ular video qo'ymaydi. rasm pasmlaringizni Ayting. ashkala dishkala hin honin xonim degan rasmlar qo'ymaysizmi qilib? Ya, unaqalar qo'ymaydi. Nima nomi? Shu Said Ahmad. Nima bor aka? Said Ahmadxon. Pochka, virgu, chiziqchalari yo'q. Sizga kerakmi? Ahmad O'tisizmi Instagramingizga? o'zi o'tishadi bular. Siz ashka qo'yib qo'yavering. Ha, u to'shni aytmasiz bo'lmaydi-da uni. Aytmaydi. Uni men olaman. Endi qandayda? Ko'rsatib olaman. Uni men olaman. Ana uni siz olavering. Talashyapsizlar. Blok. Gaza blok qolmasdan talashyapti. Talashyapsizlar arzoratda narxi 15 mingdan. Ha. Bu narsa ham bor. Mana kerak emas, bo'lgan mashtu o'sib ketadi ketsa. Ana xonadonni ichida sinf suruvlarda olinglar uni. Nimalar? Siniq suruv degani nima degani? Siniq suruv degani nima degani? Siniq panolar deylardi. Ana gaplar bor-da, osh-posh. Maydachida. Siniq panoq. Xon degani nima degani ekan? Obunachilar gapimni eshitilayotgandir, ha? Ha. Obunachilar, sizlarda viloyatlaringda endi hamma joydan keladi bizni. Sizlarda qanaqa so'zlar bor mana bizda non-pon, osh-posh, mayda-chuyda. Qanaqalar bor sizlarda? Ha? Katta kichik u обычный narsa u. Qilib beraymi? Usta pusta. Ular sizlarda qanaqa shunaqa gaplar bor? Yozib qoldiringlar kommentariyga. Yaqinda nima ham bo'ladi? Bloger, slogerda. Bu eshita olmadi, telefonimni loyga solib qo'ydim. Qaqa qochdi. Og'ishda ovoradigan-de. Qani to'xtating. Qani. Polvon. Ona ketmasa bo'ldi. Uradigan bola edim yoshligimda aka. Qanchalik zardiva urganman qancha. Obunachilar ishlaridan bo'lsa, obunachilar ishlaringdanmi? Nimada Mazundagi oilada zardiva urganman. Bitta uyda masalan 4 xona uyda polni zardivalni urib chiqqanman o'zim. Jamshidlar bo'lib tushirganlar. Siz tandir qurishga nomer oling bo'lishingiz mumkinmi? Mayli, sog' bo'linglar obunachilar. Ko'rinyapman ishqilib. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Kechki videolarda reg'il ko'rishguncha.